Alba kontestdagi 05-16 masalani Pythonda yechamiz. Olma terish. Bu masalada Sabina va Jasur A va Beta olma teradi. Uni ukalarichi Seta yeb qo'yadi. Endi masalani sharti bo'yicha biz demak nechta olma qolganini topishimiz kerak. Ana bu ikkitasi demak bu olma terilgani, ikkita olma terildi, bitta yeyildi, bitta qoldi. Endi agar xatolik ro'y bo'lgan bo'lsa, masalan, adashib ketishgan bilan sanashganda bo'lsa, error chiqarishimiz kerak. Masalan, 8 ta olma terildi, 4 tadan, lekin 9 ta yeyildi. Bu mumkin emas. Shunaqa holatda error deb chiqarishimiz kerak. Xo'sh, endi Pythonda to'liq qatorni o'qib olamiz. Input to'liq qatorni o'qiydi. Split bilan bo'lib olamiz. Bu yerda ko'rinmayapti. Ana split bo'sh joy bilan bo'lib olib listga yozadi. Keyin bu map int listdagi har bir elementlarni int tipiga o'girib oladi va qaytib listga yozib qo'yadi. Endi listda 3 ta element borligini aniq bilganimiz uchun A, B, C galarga o'zlashtirib olamiz. Endi natija nima bo'ladi? Ana ikkita terilgan olmalar A plus B minus C yeyilgan olma. Endi natija agar 0 ga teng yoki undan katta bo'lsa, demak natijani o'zini chiqaramiz. Nechta olma qolganini. Aks holda xatolik ro'y bergan bo'ladi, error deb chiqarishimiz kerak bo'ladi ana. Accepted bo'ldi. Bu degani to'g'ri degani. To'liq videoni ko'rish uchun havolaga bosamiz.